Rasulullahning dunyoga kelishi va payg'ambar bo'lishdan ilgirki 40 yil. Rasulullahning dunyoga kelishi. Jami payg'ambarlarning sardori Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam İran shohi Nushirvan hokimiyatining 40-yili, Makkada yuz bergan Fil vaqasining 1-yili, Rabiul Avvalning 9-kuni saharda Makkadagi Bani Hashim ko'chasida yo'ruq dunyoga ko'z ochdi. Bu oy va kunlar ataqliq diniy olim Muhammad Sulaymon Mansur Furi va ataqliq astronom tadqiqotchi Mahmud Pashalarning inchikilab tadqiq qilishicha milodiya 571-yili 4-oyning 20-kuni yoki 22-kuniga to'g'ri keladi ekan. Ibn Sa'dning rivoyatida Rasulullohning onasi mundaq degan: "Men Muhammadni tuqqanda qo'ziqimdan bir nur chiqqandek ma'lum bo'ldi. U nur bilan Sham qasrlari yurib ketdi." İmam Ahmadmo shuningga yaqin bir hadisni rivoyat qilgan. Rivoyatlarning xulosasidan qaraganda payg'ambar alayhisalom tug'ilgan kuni uning payg'ambarlik oldin bishoratlari orqa-orqadan namoyon bo'lgan. İran xon ordusining peshayonidan 14 ko'z dariza tushib ketgan. Majusilar ibodat qilayotgan atalmish muqaddas o't to'satdan o'chib qolgan. Sava ko'lining atrofidagi chirkovlar yiqilib dim ko'mtirilib ketgan va orqadilla ko'lning suvi jimib ketgan. Buni Bayhaqi rivoyat qildi. Rasululloh tug'ilgan hamon buvisi Abdul Muttalibga xabar qilindi. Abdul Muttalib intayin xushal bo'lgan holda kelib, uni Ka'baning ichiga elib kirdi. U Ka'ba ichida Allohga duo qildi va shukr sano etdi va Muhammad degan ismni tanlab ot qo'ydi. Bu ism arablarda yo'q deyarlik ism edi va arablarning odati bo'yicha 7-kuni xatni qildiribdi. Rasulullohni o'z onasidan qolsa tunji bo'lib emitgan enik ana Abu Lahabning ozodgardisi dediki Suvayba edi. U Rasulullohni Masruh ismli bir o'g'ilning suti bilan emitgan edi. Uning oldida u Rasulullohning tog'isi Hamza ibn Abdul Muttalibni emitgan. Rasulullohdan keyin Bani Mahsum jamoatidan Abu Salama ibn Abdul Sa'adni emitgan edi. Bani Sa'ad qabilasida avlodlarining shahar ballarida ko'rilayotgan hurulliq, tayyor tapliq illatlardan xoli, badani teman, at muskullari ching, kichigidilla arabchaga tili pishiq cho'ng bo'lish uchun buvoqlariga sahrolardagi enik ana tepib berish arab shahar aholilarining an'anaviy odati edi. Shunga Abdul Muttalibmo Rasululloh uchun enik ana izladi va Bani Sa'ad qabilasidan bir ayolga emitib berishga berdi. Bu ayolning ismi Halima binti Abu Zuayb edi. Halimaning eri Haris ibn Abdul Uzza Abu Kabisha degan taxallus bilan mashhur edi. Rasulullohning Bani Sa'ad qabilasidagi emildosh bir tuqqanlaridan Abdullah ibn Haris, Anisa bint Haris, Uzafa yoki Juzama bint Haris va Rasulullohning tog'isi Haris ibn Abdul Muttalibning o'g'li Abu Sufyan ibn Haris qatorliqlar bor. Rasulullohning tog'isi Hamza ibn Abdul Muttalibmo Bani Sa'ad qabilasida emitishga berilganda Rasululloh Halimaning yenidagi vaqtida Hamzaning enik onasi uni bir kun miqdori emitib bergan. Shu jihatdan Hamza radhiyallohu anhu Rasulullohga ikki tarafdan, biri Abu Lahabning dediki Suvayba tarafdan, yana biri Bani Sa'adlik enik onasi tarafidan emildosh keladi. Halima Rasulullohni emitib berishga olgandan keyin ajoyib g'aroyib barakatlarni ko'rgan. Biz uni amaliy ahvolni so'zlab berishga taklif qilaylik. Ibn Ishoqning aytishicha, Halima tövandagi bayonlarni o'z ig'zi bilan so'zlab bergan. U shu vaqtda emitayotgan bolasini elib, eri bilan birga shu qabiladan bir qancha xotin bilan ijaraga emitadigan bola izlab, o'z yurtlaridan Makkaga qarab yo'lga chiqibdi. U mundaq deydi: "Ashu yili qahatchilik bir yil bo'lgan edi. Biz hamma narsadan ayrildik. Bizning birla oq moda eshikimiz bor bo'lib, men ashu eshakka mindim. Bizning yana bir tal suv to'shish tugimiz bor edi. Ammo Alloh bilan qasamki, uningdan bir tim sut chiqsa kimning haqqi? Quchqimdagi hilqi bolamning ochliq zoridan butun bir kecha ko'z yummadik. Na mendan, na tugidan buvoqning nafsini aram oldirgudek bir narsa chiqmaydi. Hammamiz yomg'ir yig'ib, yurtimizning ma'murchilikqa aylanishni orzu qilatdik. Men hilqi eshakka minib yo'lga chiqdim. Eshikimizning uruq ojizligi, hamrohlarimizning tez yo'l yurishiga putlik ashang bo'ldi bo'lg'ay, ular ba'zida g'udirishib, ba'zida oldimizda ilgirlab menib, oxiri Makkaga yetib kelib, ijaraga emitadigan bola izlashga kirishib ketdi. Men bilan birga kelgan ayollarning qaysi birisiga Rasululloh to'g'ri qilinib, uning yetimligi tilga ilinsa, uningdan qochatdi. Sababi hammamiz bolaning ota-onasining ko'proq xayrixohlik kelishini kutatdik.
Şuna biz yetim iken, tul xotun deganning nimaga qurbi yetadi, deydi. Ochiqroq qilib aytganda, yetim bolalar ancha xo'sh yoqmaydi. Mendan boshqa hamrohlarimizning hammasi birdan bovoqni emitib berishga ijaraga elib, quchoqlashib menishdi. Faqat menli qoldim. Qaytish vaqti yaqinlab qoldi. Shunga men erimga birga kelgan xotinlar orasida emitishga bola ololmay quruq qo'l qaytishni nomus qilaman. Buning uchun azbiroyi Xudo, men berib ashu yetim bolani bo'lsa-mu akilaymikin deyman dedim. U, olsang bo'ladi. Allah ashu bolaning sababi bilan bizga barakat ato qilsa ajab emas, dedi. Shuning bilan men berib Rasulullohni ijaraga emitib berishga oldim. Men Rasulullohni uningdan boshqa ijaraga emitadigan bola topolmaganligim uchun olgan edim. Halima so'zini davom qilib mundaq deydi. Men Rasulullohni elib yotoqqa qaytib kelib quchqimga elib mendan sutlar sho'rqirab iqishga boshladi. Shuning bilan u emib qondi. Orqadan biz birga elib kirgan elq o'g'limizmi emdi. Ondan har ikkilisi uyquga ketdi. Uning oldida aramimizda uxlay olmaydik. Men bola imtiyotgan paytda erim tugiga qarag'ila borgan ekan, tugining amchaklari esilib, etilg'idek bo'lib ketibdi. Shuning bilan u tugini sig'ib akeldi. Har xotin ikkimiz ichib qondik. Qo'rsaqlarimizmi qapardi. Bu biz uchun Makkada aramimizda uxlagan rohatlik bir kecha bo'lib qoldi. Hadisi erim menga, "Bilamsiz Halima, siz muborak bir buvoqqa ona bo'lib qopsiz", dedi. Menmo shundoq bo'lg'ayti ilohim, dedim. Ondan eshak uloqlarimizga minishib, yurtimizga ravon bo'ldik. Men elqi oq eshakka minib, Rasulullohni tutib o'ltirdim. Alloh bilan qasamki, men ularning hammasini eshib ketdim. Hatto safardosh ayollar, "Ey Halima, eshib ketganiga qara, bizni o'ylabmi qo'ysangchi? Mahaldan minib chiqqan modi eshkang mush emasmi?" deydi. Men, "Ha, shu, cho'qim shu", deydim. Ular, "Azbiroyi Xudo, ajiba uning eshkiga jon kirib qopta", deyishatdi. Shundoq qilib oxiri yurtimiz Bani Saad zaminiga qadam bosdik. Alloh bilan qasamki, yer yuzida bizning zaminimizdek qurg'oqchilik va qahatchilik zaminining borligini bilmaydim. Lekin bizning qo'ylarimiz shu kundan e'tiboran qo'rsoqlari to'q, amchaklari esilgan holda qaytib keladigan bo'ldi. Hech kimning qo'ydan emas, hatto tugisidanmi bir temim sut chiqmayotsa, biz qo'ylarimizni sig'ib ichatdik. Hatto qo'lim qo'shnilar padishlarga, "Ey sizlarni, qo'ylarni Halimaning qo'ylari o'tlagan yerda o'tlassanglar bo'lmamdi", deb taplashgan bo'lsa-mu, keshligi yanala ularning qo'ylari och, amchaklari qaqash qaytib keladi. Bizning qo'ylarimiz qo'rsoqlar qapargan, amchaklari esilgan holda qaytib keladi. Biz toki Rasululloh 2 yoshga to'shib, bizdan ayrilgan qadar Alloh taolaning alohida fazli ihsoniga noil bo'lib turdik. Rasululloh boshqa bolalarga o'xshamaydigan darajada tez cho'ng bo'lgandek qiladi. Hatto u 2 yoshiga to'shmay turib, cho'p-cho'ng bola siniga kirib qoldi. Halima yana mundaq deydi. Shuning bilan biz Rasulullohni ayirib bo'lgandan keyin Makkaga onasining qishig'i elib keldik. Vaholanki biz uning barakatlarini ko'rib turgan bo'lg'achqa, uning qishimizda davomli qilib qilishiga to'limi tashna edik. Shunga biz uning onasiga gap qildik va o'zim shaxsan o'g'limizni o'ptaroq cho'ng bo'lguncha yenimizda qo'ysangiz, men uningga Makkaning vabo kesilining tegib qolishidan ansirayman, dedim. Va oxiri uni qaytirib elib chiqib ketishga qoyil qildik. Mana shunday qilib Rasululloh Bani Saad diyorida turib qoldi. Hatto 4-5 yoshlarga kiribdi, ushtum tut uning ko'kirga yerilish voqeasi yuz berdi. Imom Muslim Anas radhiyallohu anhu dan naql qilgan hadisda mundaq deyilgan. Rasululloh bir kuni bolalar bilan o'ynayotdi. Jibril alayhisalom kelib, Rasulullohni tutqancha yiqitdi va ko'kirkini yerib, yuragini sirtqa oldi va uningdan kallak laxti qanni chiqarib tashlab etib, "Bu sendagi shaytonning nasivasi edi", dedi. Ondan uni oltin dasqa silib, Zamzam suvi bilan yuvgandan keyin o'z joyiga qaytarib emlibatdi. Buni ko'rgan bolalar Rasulullohning enik onasining qishig'iga yugurishib kelib, "Muhammadni birisi o'ltiribdi", deb xabar qilishdi. Ular uchqandek yugurishib kelsa, Rasululloh allaqachon hushidan ketgan holda rangi ro'yi samandek sarg'ayib yotadi. Mushu vaqadan keyin Halima Rasulullohning kutilmagan hodisasiga uchrab qolishidan, onasi oldida yuz kelolmasligidan ansirab, Makkaga akirib onasiga topshirib berdi. Shuning bilan Rasululloh 6 yoshga kirganga qadar onasining tarbiyasida bo'ldi. Shu kunlarda Rasulullohning onasi Amina oxiratga safar qilgan marhum erining ruhini aslab, uning Yasribdagi tuproq beshini ziyorat qilib kelmoqchi bo'ldi. Shu kunlarda Rasulullohning onasi Amina oxiratga safar qilgan marhum erining ruhini aslab, uning Yasribdagi tuproq beshini ziyorat qilib kelmoqchi bo'ldi.
Şuna u yetim oğlu Muhammed aleyhisselamni ve dediki Ummu Eymenni özüge emrah qilib 500 kilometrdek musafini nişanlab Mekke'ye yolga çıktı. Abdülmuttalib mu bu dili sunuq kelinge mehrem bulup birge çıqqan edi. Amine Medinede bir ay turgandan keyin qaytish taraddudida turganda uningga ushtumtut ig'ir kesal tegdi. U yo'lga chiqqandan keyin kesili bargan sir ig'irlab Mekke bilan Medina orliqida Abuva degan yerga kelganda oxir bo'lolmay o'lib ketdi. Köyümchan bovu tarbiyasida. Amine Abuvaga dafn qilib qo'yilgandan keyin Abdülmuttalib Rasulullohni elib Mekke'ye qaytib keldi. Onun ko'nglida qalb jarohati qayta yangilangan bu musibatlar navrisiga nisbatan esdashlik va ish og'irtish tuyg'usi aslab oshmoqda edi. Shunga u o'g'illarining hech qaysi ko'rsatmagan illiqligini mush navrisiga yetkazdi. Va uni peshonasiga putilgan yolg'izlikqa tashlab etmasdan, balki hamma bolalardan yuqori o'rin qo'yadi. Ibn Hisham mundaq deydi. Kabe soyasida Abdülmuttalibga atab ko'rpa silib tayyorlanadi. Abdülmuttalib ko'rpaga chiqquncha onun o'g'illarining hammasi ko'rpining o'pchorisida o'ltirib turadi. Atasiga hurmat bajo keltirish uchun hech kim uning besotiga qadam bosmaydi. Bu chaqda Rasululloh xeli cho'ng bo'lib qolgan bo'lsa-mu, u bovisining oldi-keyinda o'ynaqshib kelib ko'rpaga chiqadi-da, uning tog'isi uni otasining ko'rpisidan yiroq qilib o'tmoqchi bo'ladi. Bu chaqda Abdülmuttalib, "Bu balamni men bilan o'ltirib qo'yinglar. Alloh bilan qasamki, bu balamda cho'qim bir xislat bor", deydi. Ondan Rasulullohni firash ustiga uchqiga ilib o'ltirib, usti boshlarini silab, uning o'yin harakatlaridan so'yinib o'zirlanadi va uni so'yib hidlaydi. Rasululloh 8 yoshga kirib 2 oy 10 kun to'shiydi. Bovisi Abdülmuttalib Mekkada olamdan o'tdi. Va jon uzish oldida bu navrisiga uning dadasining qon qarinishi Abu Talibning kepil bo'lishini tavsiya qilib ko'z yumdi. Chunki Abdullah bilan Abu Talibning onasi bir edi. Abu Talib o'z qarindishining o'g'lining haqqini haqiqiy ravishda ado qildi. Abu Talib uni o'z bolalariga qo'shib oldi. Balki texi o'z bolalaridan chorroq ko'rdi. U Rasulullohni alohida hurmatlaydi va qadrlaydi. 40 yildan ko'proq vaqtda Rasulullohning peshini ko'tarib va uningga himoya to'nini yepib, boshqalar bilan Rasululloh uchun do'stlashib, Rasululloh uchun adovatlashib keldi. Buning bir qismi o'z navbatida bayon qilindi. Rasululloh bilan suv tilash. İbn Asakir Jalham ibn Arfatadan naql qilgan bir hadisda Jalham ibn Arfata mundaq degan: "Men bir navbat Makkaga kelgan edim. U vaqtda Makkaliklar intayin qahatchilik ichida ekan. Bir kuni Qurayshlar: "Ey Abu Talib, vodimizda qurg'oqchilik yuz berib, ahli avlodlarimiz ocharchilikda qoldi. Suv tilab bergan bo'lsang", deyishdi. Shuning bilan Abu Talib chiroyi vasli go'yo yomg'irdan keyingi quyoshdak nurona ochiq chiroy bir bolani elib chiqdi. Uning atrofida bir qancha bola birga o'ynayotdi. Abu Talib elqi o'g'ilni qo'liga elib dummisini Ka'baga chaplab, qo'lini egiz ko'tarib Allohga iltijo qildi. Ko'k osmonda bulutning qarsimi ko'rinmaydi. Birdilla u yoq bu yoqlardan parcha-parcha bulutlar kelib, qor bulutga o'zgarib, havo guldirlab, chaqmoq chiqib, yomg'ir yog'ishga boshladi. Va birdamning ichida Makka vodiysi iqim bo'lib oqdi. Shahar qishloq hammasi ko'klamga aylandi. Rahib Buhayra. Payg'ambar alayhissalom 12 yoshga kirganda Abu Talib uni Shamga tijoratga birga elib chiqib, Busra degan joygacha apardi. Busra Shamga tavazimin bo'lib, Huronning kirish eg'izi edi. Huron shu mezgilda Rumliqlarning ishg'oliyati ostidagi arab zaminlarining bir qismi edi va bu shaharda Buhayra nomi bilan mashhur Jirjis ismli bir rahib bor edi. Tijorat karvoni shaharga tushgandan keyin rahib karvonning oldiga chiqib kutib oldi. Uningdan ilgari bu rahib tala tuzlarga ancha chiqib qolmaydi. U karvonchilarni arlab yurib, Rasulullohga sapsilib qaradi va uni o'zining kitobidagi tunishtirishga selishtirib, tunib olgandan keyin Rasulullohning qo'lini ching siqib turib, "Bu bala butun olamlarning xo'jisidir. Buni Alloh odamlarga payg'ambar qilib avatidi", dedi. Abu Talib, "Buni qandoq bilasan?" dedi. Rahib, "Sizlar damondan oshqandan tortib, birmu tosh tikan qolmay, hammasi sajdaga bosh qo'ydi. Bundaq martaba faqat payg'ambarga iltifot qilindi. Uning ustiga men uni qo'lining o'xira ko'mirchigining ostidagi payg'ambarlik muhridan tunib oldim. Bizning kitoblarimizda ana shundoq tunishtirilgan", dedi. Va Abu Talibdan Rasulullohni Shamga aparmaslikni, uningga yahudiylardan hezi bo'lishni o'tindi. Shuning bilan Abu Talib Rasulullohga chakarlardan birini qetib Makkaga yo'lga selibdi. Fujjar urushi.
Payg'ambar alayhissalom 15 yoshga kirgan yili Quraysh va Kanana qabilalari bilan Qays E'lon qabilalari o'rtasida urush portildi. Urushqa Quraysh va Kanana tarafdan peshqadam nopozliq shaxs Harb ibn Umayya qo'mondonlik qilgan edi. Atiganlik birinchi maydon jangda Qays E'lon taraf ustunlikni egalladi. Tushlikdagi ikkinchi maydon jangda Quraysh va Kanana taraf Qays E'lon tarafni mutlaq ustunlik bilan mag'lub qildi. Bu qatimki urushda haram zamini va haram oylarning hurmati oyoq osti qilingachqa bu urush fujjar, ya'ni gunohkorlar urushi deb ataldi. Payg'ambar alayhissalom bu urushga qatnashgan va tog'illarga o'q rastlab bergan ekan. Xayriyat uyushmasi. Urush oxirlashgandan keyin shu yili Zulqa'da 11-oyda Makkada xayriyat uyushmasi qurildi. Uyushmaga Quraysh qabilalaridan Bani Hashim jamoati, Bani Muttalib jamoati va Bani Taym jamoatlari qatnashdi. Va bu uyushmaga a'zo qabila va aymoqlarning mas'ullari yuqori martabaga ega nopozliq arbob Abdullah ibn Jad'onning qo'rosiga yig'ilib, mayli Makkalik, mayli yaqinliq har qanday bir odam Makka davasida zulmga uchirsa, a'zo qabilalar hammaylan birdek zulmga uchirg'ish taraf turib, haqni o'z joyida qaror topqizishga kelishim imzolashdi va kuchlik ahd paymon berishdi. Bu uyushmaga payg'ambar alayhissalom qatnashgan. U payg'ambarlik sharafiga erishgandan keyinmi Abdullah ibn Jad'onning qo'rosida bir uyushma qatnashgan edi. Bu menga nisbatan qizil tugidimmi kattaroq ish bo'lgan edi. Ammo hozirmi ana shunday ishlarga chaqirilsam, albatta ovoz qo'shaman degan edi. Uyushmaning asosiy nishoni hamma odam o'z tarafdorini qo'llashdan kelib chiqqan koni tarafbozlik iqimiga qarshi turish. Aytishlarga qaraganda bu uyushmaning qurilishiga mundaq bir ish sabab bo'lgan ekan. Arablarning Zubayda qabilasidan bir kishi Makkaga ma'lum miqdorda mol-mato akilib, Qurayshlarning Bani Sahmi jamoatidan As ibn Voil degan kishiga sotgan. As ibn Voil eliq kishining haqqini darhol bergili unmay, uni keyniga surib turib olgan. Shuning bilan u o'zining ittifoqdoshlari bo'lgan Abduddar, Mag'zum, Juma, Sahmi va Adi jamoatlaridan uning haqqini elishib berishga yordam so'ragan bo'lsa-mu, ularning hech qaysisining kori bo'lmagan. Shunga u Makkadagi Abul Qubays teg'iga chiqib, butun ovoz bilan to'lab, o'zining zulm uchirganligini mazmun qilib, she'r ashyolarni o'qig'il turgan. Buni Zubayr ibn Abdul Muttalib o'qib, bu odam bilan hech kimning kori bo'lmag'ini nimasi deb shu to'g'riliq yo'l mengib, oxiri yuqorqi jamoatlarning cho'nglarini yig'ib, mazkur uyushmani qurishga yetakchilik qildi. Ondan uyushma a'zolari hammaylan biroqni berib, As ibn Voildan eliq kishining tutib qilingan haqqini elib berdi. Jafoliq hayot. Payg'ambar alayhissalom yoshlik davrining dastlabki mezgillarida biror kasb va yoki muqim bir hunar bilan shug'ullangan emas. Biroq uning bolalik davrida Bani Sa'd qabilasida, keyincha Makkada bir qancha qirat pulga ijaraga qo'yib beqib berganligi to'g'risida hadis bor. U 25 yoshga kirganda Xadijaning meli bilan Shamga tijoratga chiqqan. Ibn Ishoq mundoq deydi: Xadija bint Xuvaylid Makka davasida yuqori obro'ga ega zardor xotin edi. U tijoratga ipi bor kishilarni yollab ishlatdi va sherik tijoratni qiladi. Demisimi Qurayshlar umumyuzlik tijorat bilan turmush kechiradigan xalq edi. Bu ayol Rasulullohning rostchil, samimiy, oq ko'ngil va esil axloqli kishi ekanligini anglab, uningga odam avatdi va o'zining chakiri Maysar bilan Shamga mol chiqib, savdo setiq qilib kirsa, uningga boshqalarga bergandan ko'proq haq bersam degan taklifni berdi. Shuning bilan Rasululloh bu ayolning taklifini qabul qilib, uning Maysar ismli chakiri bilan nurg'un mol-mulklarini elib, tijorat bilan Shamgacha elib berdi. Rasulullohning Xadijaga uylanishi. Payg'ambar alayhissalom Sham safaridan qaytib kelibdi. Xadija avatgan mollarining oldin qitimlikka qaraganda bexatar ham foydasi ko'p bo'lganligini ko'rib, Rasulullohga qetib qo'ygan chakiri Maysaradan yo'l bo'yi Rasulullohdan sezgan xushxuy mijozlik, go'zal axloqliq, fikri o'tkir, gap so'zi o'rinliq va to'g'ri yo'l tanlashlik oliy janob fazilati va favqulodda iqtidor egasi ekanligini anglab, go'yo uzundan beri yo'qitib qo'ygan narsasini to'satdan tepib olgandek bo'lib qoldi va bir xil shirin o'y xayolga batdi. Makkada atoqliq boyvachchilar va yurt beshi mutavarlar uzoqdan beri uning bilan to'ylashga lavchishlab yurishgan bo'lsa-mu, Xadija ularga ma'qul bo'lmay kelgan edi. Shunga u ko'nglidagi bu o'yini yaqin do'sti Nafisa bint Maniga aytdi. Nafisa kelib Rasulullohga Xadija bilan turmush qurish to'g'risida gap ochdi. Rasululloh buning qo'shildiganligini aytdi va tog'illarni xabarlantirdi. Shuning bilan Rasulullohning tog'illari Xadijaning tog'illari yeniga berib xaridorlik qildi. Orqadilla to'y murosimi o'tkazildi. Murosimga Bani Hashim jamoati va Muzar jamoati aymoqining qatillari hammasi qatnashdi.
To'y Rasululloh Shamdan qaytib kelib 2 oydan keyin o'tkazilgan edi. Rasululloh 20 kun to'yliq mahriga otdi. Bu chaqda Xadicha 40 yosh chamasida bo'lib, o'z qavmi jamoatining ayollari orasida esil nasab, iqtisodiy ahvol va aql farosat jihatda hammadan ustun turadigan ayol edi. Shuning bilan u Rasulullohning tunji nikohiga olgan ayoli bo'lib qoldi va toki Xadicha olamdan o'tganga qadar Rasululloh uning ustiga yana biror xotun elib qo'sh nikohlik bo'lmadi. Payg'ambar alayhisalomning bolalarining Ibrohimdan boshqasi Xadichadan dunyoga kelgan. Xadicha avval Rasulullohga Qosim degan o'g'ilni tug'ib bergan edi. Payg'ambar alayhisalom ashu bolasining ismi bilan Abul Qosim deb taxallus qo'llangan. Ondan keyin Zaynab, Ruqiya, Ummu Kulsum, Fatima va Abdullohni tug'ib berdi. Abdulloh Tayyib va Tohir deb ataladi, ya'ni obdan va pokiz degan ma'noda. O'g'illarining hammasi kichik holatda o'lib ketgan. Ammo qiz farzandlari islom davriga musharraf bo'lgan va musulmon bo'lgan bo'lib, boshqa musulmonlar bilan birga hijrat qilgan. Afsuski, ularning hammasi Rasulullohning hayot vaqtida olamdan ketib qoldi. Faqat Fatima Rasulullohdan qilib 6 oydan keyin o'lib ketdi. Kabening isloh qilinishi va yarashtirish masalasi. Payg'ambar alayhisalom 35 yoshga kirgan yili Qurayshlar Kabeni yangilab salmoqchi bo'ldi. Chunki u Ismoil alayhisalomning zamonidan tortib, üstü uçuq, odam bo'yidan egizrak, taxminan 9 gaz egizlikda qo'pirib qo'yilgan bo'lg'achqa, ko'p qatam o'g'ri yalqonlar uning ichidagi mol-mulklarga so'g'uq qo'l tekkizish ahvollari ko'rilgan. Shuning bilan birga, yana Ka'ba qadimiy qurilish bo'lg'achqa, kelkun va bo'ron chapqun qatorliq tabiiy ofatlarning hujumiga uchrab, har jihatdan ko'nrab, tomlari chap ketishga boshlagan. Bo'libmi mushi yili Rasululloh payg'ambar bo'lishdan 5 yil ilgari Makkada cho'ng kelkun ofati yuz berib, kelkun Ka'baga udul kelib usgan bo'lg'achqa, Ka'ba yiqilib tushgida tasli qoldi. Shunga Qurayshlar Ka'baning kishilar qalbidagi o'rnini ko'zda tutib, uni yangilab selishga bel bog'ladi va uning qurilishiga halol yo'l bilan topgan mollarni sarf qilish, zina, harom, jazonixo'rlik va kishilarga zulm selish yo'li bilan qo'lga kelgan mollarni qat'iy yaqin keltirmaslikka kelishdi. Ular Ka'bani yiqitishdan ayminib, hech kim avval qo'l tekkizishga unmadi. Oxir bo'lmay Bani Mahzum jamoatidan Valid ibn Mughira dastlab qilib yiqitishni boshlab berdi. Ondan uning g'ayri ahvolga yo'liqmaganligini ko'rib, boshqalarmi yiqitishga kirishdi. Shunday qilib ular Ka'bani oxiri Ibrohim alayhisalom tutgan o'lig'icha yiqitdi. Ondan qurishqa tutish qilib, Ka'ba tomlarini bo'lishib, qabilalar aro ayirib olishdi. Natijada har bir qabila ayrim-ayrim tosh yig'ib qurilish qilishga kirishdi. Qurilishning texnik ishlarini Rumluq Baqum ismli bir qurilishchi boshqardi. Qurilishning temi ko'tarilib, Hajarul Aswadning o'rniga chiqib edi. Ular Hajarul Aswadni o'z o'rniga elib qo'yish shartini talashib, ixtiloflashib qoldi. Talash tortish 4 kun davomlashib, yuqori pallaga ko'tarildi. Hatto qonliq to'qinishga aylanib, haram zamini bo'lganligini tas qoldi. Biroq Mahzum jamoatidan Abu Umayya ibn Mughira ular ixtiloflashayotgan kunlarning birida hozir mush holatda masjid darvozasidan kim birinchi bo'lib kirsa, ashu ayirib qo'ysa qandoq degan taklifni aytib edi. Uningga hammaylar qo'shildi. Allohning irodasi shundoq bo'lsa kerak. Masjid darvozasidan tunji bo'lib kirgan kishi Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lib qolishini kimmi bilsin. Ular payg'ambar alayhisalomni ko'rib, bu degan amin, uningga biz rozi, voy Muhammad keldi deb to'lishib ketdi. Payg'ambar alayhisalom ularning yoniga kelib, ahvolni uqqandan keyin bir dona rido, ya'ni arablarning tosh kiyimini topdi-da, Hajarul Aswadni uning o'ttirisiga qo'ydi. Ondan talash tortish qilishayotgan qabilalarning boshliqlarini ridoning atrofini tutqizib ko'tarishga buyurdi. Ular nihoyat rozimanlik ilkida Hajarul Aswadni asli o'rniga apardi. Payg'ambar alayhisalom uni o'z qo'li bilan hozirgi joyiga elib qo'ydi. O'shunda qilib, masala jamoatchilikning ko'nglidagidek hal bo'ldi. Qurilish davomida Qurayshlar to'plagan pokiz mablag' kamlab qolg'achqa, ular Ka'baning shimol tarafidan 6 gazdek yerni tomning sirtida tashlab qo'yishdi. Bu yer Hijri, To'saq va Hatim, so'qma tom deb ataladi. Va kishilarning xohlagancha kirib chiqib yurmasligi uchun Ka'ba binosining darvozasini yerdan ustun qilib o'rnatishdi. Va qurilishning egizligi 15 gazga yetib edi, ichiga 6 to'rik o'rnatib ustini yopdi. Shuning bilan Ka'ba taxminan 15 gaz egizlikda tik to'rt bo'lgan shaklda bitib chiqdi. Hajarul Aswad o'rinlashtirilgan tom bilan uning qarshi tarafidagi tomning uzunligi 10 metr bo'ldi. Hajarul Aswad tavobgoh zaminidan 1 metr 50 santimetr egizga o'rinlashtirildi va darvoza o'rnatilgan tom bilan uning keyindagi tomning uzunligi 12 metrdan bitib chiqdi. Darvoza yer yuzidan 2 metr egizlikka bekitildi.
Binoning sirtidan tovanki tarafini egizligi 25 sm, kengligi 30 sm keladigan bino holi pashtiqi o'rab turdi. Bu joy hozir Shazirvan, ya'ni panjara deb ataladi. Bu ham Baytullohning asli holi edi. Lekin Qurayshlar u yerni tashlab qo'yib, bino temini nepizroq qilib ishlagan. Rasulullohning payg'ambar bo'lishidan ilgirki hayotidan umumiy xulosa. Payg'ambar alayhissalom kichkidilla insonlarda bo'ladigan alohida yaxshi fazilatlarning hammasini o'z vujudiga mujassamlashtirgan. U fikrining o'tkirligi va nazariyasining ilmiyligi, aql farosatining cho'nqurligi, tafakkurining to'g'riliqi va tadbirning donoligi bilan hamma jihatlarda ulgu bo'lishga arziydi. U o'zining jimg'ur, kamso'z kayfiyatini fikr qilish, xiyol surish, tafakkurni cho'nqurlashtirish, mavjudiyatning haqiqiy mohiyatini tahqiqlashga ishlatdi. U yana o'zining fanparasti va ochiq yo'riq tabiati bilan hayot sahifalarini va avom xalqning ahvolini inchikilab kuzatib, ularning yomon bo'lgan odatlardan qo'l uzgan edi va yoki o'zini tortgan edi. U o'zini tutib olgan asosda el jamoatchilik bilan aralashib, yaxshi ish, yaxshi faoliyat bo'lsa aktiv qatnashatdi. Bo'lmasa, o'zining yolg'izlik qo'rg'oniga qaytib kirib, yomon, axloqsiz ishlardan mudofaalanadi. Shunga u aroq ichmaydi. Butlarga atab zabhi qilingan hayvonlarning go'shini yemaydi. But haykallar uchun uyushtirilgan hayit bayram va murosimlarga qatnashmaydi. Balki u kichkidilla bu yolg'on ilohlardan nafratlanadi. Hatto uningga mushu butlardan o'ch ko'rinadigan biror shay yo'qdek qiladi. Hatto uning Lat, Uzzaning nomi bilan qilingan qasamlarni anglab qilishga roziligi yo'q edi. Shunisi aniqki, mubodo nafsi ammora, ya'ni yomonlikqa boshlovchi nafsning xohishlari uningga dunyoning bir qism muzir alovatlariga ko'z yugurtishga harakatlantirib, ba'zi nachar odatlarni chiroyli ko'rsatsa, ravo ko'rib qolg'ili moyil bo'lsa, birdilla Allohning inoyati, ya'ni Allohning ko'ngil bilib muofizat qilishi aralashib, Rasulullohni undaq nomuvofiq ishlardan to'sib qoladi. Ibn Asirning rivoyatida payg'ambar alayhissalom: "Men umrimda faqat 2 qitimla jaholiyat davrining noto'g'ri faoliyatiga qatnashmoqchi bo'lgan edim. Lekin ikkili qitim Alloh mening maqsadimni amalga oshirmadi. Uningdan keyin men undaq ishlarni ko'nglimga keltirmadim. Oxiri Alloh meni o'z elchiligi bilan hurmatladi. Bir kechasi Makkaning yuqori tarafida men bilan birga qo'y boqadigan qo'ychi bolaga mening qo'yimga qarab qo'ysam, men Makkaga kirib yoshlar bilan kechilik o'yin bazmidan bahra elib chiqqan bo'lsam dedim, u shundoq qilay dedi. Shuning bilan men Makkaga qarab yo'l oldim va Makkaga kirishimgila ko'chaning boshidagi birinchi uydan nag'ma navoning ovozi anglandi. Bu nima gap deb so'rasam, ular paloni pustoniga o'ylanibdi. Shularning to'y kechiligi deyishdi. Shu chaqda mening muzika anglay deb o'ltirganim esimda. Lekin Alloh uni menga anglatmabdi. Men uxlab qoptiman. Ertasi quyoshning tafti ustimga tushganda ondan uyg'onib taqqa qaytdim. Qo'ychi Imrohim aytibdi, bo'lgan ahvolni so'zlab berdim. Shuningdan keyin yana bir kechisimi Ilqam Imrohimga yana tapilab qo'yib Makkaga kirdim. Bu kechisimi oldingi qitimga o'xshash yana uxlab qoptiman. Shuning bilan undan keyin undaq noto'g'ri ishlarni iroda qilmadim degan. İmam Buxoriy Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilib aytdiki, Ka'ba qurilish qilayotganda Payg'ambar alayhisalom tog'isi Abbos bilan jiddiy tosh-toshayotdi. Abbos Payg'ambar alayhisalomga "Quchog'dagi yepinchangni mo'rangga qo'yib olsang, tosh og'ritmaydi" dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom Abbosning degandek qilib, shu on hushidan ketib yerga yiqildi va ko'zlari osmon tarafga chakchib holidan ketdi. Birdamdan keyin hushiga kelib, "Yepincham" deb kiyimini beliga tangdi. Yana bir rivoyatda shuningdan boshqa hech qanday o'rinda Payg'ambar alayhisalomning avrati ichilib qolgan emas deyilgan. Payg'ambar alayhisalom qavmiy jamoati ichida xushfe'lligi, axloq fazilati va isl odatlar bilan to'lgan. U odamgarchiligi yaxshi, axloqi go'zal, qo'shindorchiligi yaxshi, mijozi yiqimliq, tili totliq, ko'ngli tuz, tabiati muloyim, iffat nomusliq, kang qo'l, yaxshi ishlarni ko'p qilishga amroq, ahdisida turadigan, omonatga vafo qiladigan katta zot edi. Hatto ular Payg'ambar alayhisalomdagi yaxshi odatlarni va rozi bo'lishga tegishli xislatlarni ifodalash yuzidan uni amin, ya'ni ishonchiga yaraydigan deb atab olishgan edi. Qisqasi Rasululloh mu'minlarning onasi Xadija radhiyallohu anhu aytgandek, ig'irchiliklarga bardosh berdi, yo'qsillarga yordam qiladi, mehmonni yaxshi kutadi va zulmga uchraganlarning haqqini elishib beradi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh
Japa çeken bu din üçün Rasulullah